O'zbekiston chempion. Ukrainalik tajribali mutaxassis yoki bloger o'zining YouTube sahifasi orqali O'zbekistonning chempion bo'lganiga reaksiya bildirdi va o'zbekistonlik muxlislarni tabrikladi. Biz sizlarga uning fikrlarini taqdim etamiz. O'zbekiston chempion, tomosha qiling do'stlar. O'yinning so'nggi soniyalari. Final O'zbekiston Saudiya Arabistoni. Ikkita qizil kartochkaga qaramay O'zbekiston 2-0 hisobida oldinda. 8 daqiqa qo'shib berildi. O'zbekiston taslim bo'lmayapti. Kurashmoqda. 2-0 hisob. 4 daqiqa qoldi, hatto undan ham kamroq qoldi. O'zbekiston g'alaba qozonmoqda. Finalda 2-0 Saudiya Arabistonining o'z yerida mezbonlarni mag'lub etmoqda. U17 Osiyo Kubogida O'zbekiston chempion. Osiyoning eng kuchli jamoasi. Futbolda nafaqat U17 darajasida, umuman olganda O'zbekiston futboli Osiyoda ham eng kuchlilardan biri hisoblanadi. Men juda xursandman. Umid qilamanki, bizning Ukraina futbolchilari ham jahon chempionatida O'zbekistonning asosiy terma jamoasi bilan to'qnash keladi. Mana do'stlar, oxirgi daqiqalar O'zbekiston 9 kishi bilan o'ynamoqda. Ikkita futbolchisi qizil kartochka olgan. Shunga qaramay g'alaba qozonmoqda. 9 kishiga qarshi 11 kishi bilan Saudiya o'ynayapti. Tabriklayman O'zbekistonni. Bu kosmos. Bu aql bovar qilmaydigan g'alaba. Ajoyib o'yin, haqiqiy munosib g'alaba O'zbekistonga. Qarang, hatto oxirgi soniyalarda ham hujum qilmoqda. O'zbekiston hali ham hujumda. O'zbekiston 2025-yil U17 Osiyo Kubogi sohibi. Shunchaki ajoyib. Men butun o'yinni boshidan oxirigacha tomosha qildim va butun O'zbekiston xalqini, barcha futbol ishqibozlarini chin yurakdan tabriklayman. Bu aql bovar qilmas darajadagi g'alaba. Yashang! O'zbekiston olg'a! O'zbekiston chempion! O'zbekiston, sen kosmossan. Bu super! Mana do'stlar, hakam hozir hushtak chaladi. O'zbekiston murabbiyi va futbolchilari allaqachon tayyor. Ha, final hushtagi yangradi. Qarang, nimalar bo'lyapti, nimalar. Tabriklaymiz. O'zbekiston U17 Osiyo Kubogi chempioni. Ajoyib. Tomosha qiling do'stlar, bu shunchaki ajoyib. Mening eng samimiy tabriklarim bilan O'zbekiston uchun.